Allah Yunuska demegan bilan ajoyib ta'laylik odam ekansan Jumosa. Shuncha ko'p diqqatning ichidan bu ta'layning yana sanga kelganini ko'rmamsan. Ukam, buni qandaq bir ta'lay degani olsin. Mush ta'layni bir boshqalarga o'tinib bersakmi bo'pti ekan jinim ukam. Ayxon, Yunuska, kanit boshlig'ining umidini yerga qo'yma. Attiganning yo'q, shuncha ko'p gap qilsam, gap ma'qulaqdan kirib, ma'qulaqdan chiqib ketdimi nima? Lekin ukam, bo'ldi. Lekin fikringni qo'y. Kiyamani. Bundaq ta'layni boshqalar tilabma topolmayman deyman. Allah. Kiya. Ballariga obdaroq gap qilib qo'ygansan. Ballarga obdan gap qildim. Yaxshi. Suut qatiqlaring tayyormi? Tayyor mana. Balle. Agar ular sen bilmaydigan gapdan birini so'rab qolsa qalaymagan gap qilmay, darhol mening ishoratimga qara. Bir og'iz gapni xato qilib qo'ysang, nurg'un ajrimiz nol qilib o'tsanda. Jinim ukam, men odatdan bir xotinimga o'ngshab ikki qiz gapni qilolmaydigan odam, men qamlashtiramagan deyman. Ukam, men qamlashtiramagan. Bu ishning nemisi ha? Biz akrab, eg'ilimga solab bergan qo'ykanlarning hammasi mening ilchangishligida qo'y. Esingda bo'lsin, biz sana 6 kilo 25 qo'y akirib berdik. Eg'ilingdagi tushqaqqalang bilan jami 7 kilo oladi. Astagfirullah, voy nima taqilish ko'nikasini yana tutdi. Jinim ukam, men bu yolg'on so'zlamagan ekan, yolg'on so'zsam, aqshga keslim ba emasmi deyman. Tura. Mana. Bunda ishni sen ko'rmagan emas-ku, ha? Mana oldingi yili yuqoqi mahalladagi barat qanday qildi? Vazifani shundoq yaxshi o'rinlabdi. Kanitdan unga to'paqdaq qo'ydim, bir mukofot qilib bergan. Ukam, bo'lmasa bu yilmi ash barat qilib bermaylik bu vazifani. Her yili bir uyga akirib olsak kenib qolmamdi. Biz kanitga butun diqqatlarni boy qilish majburiyatimiz bor. Kim biladi, kanit boshlig'ining xo'shligi tutib qolsa, sana kolidan birani mukofot berib o'tamdi tehi. Ukam, menga ash bir enigim yetadi. Bo'ldi, qurqabni qilma. Men qilsa dedimmi, cho'qim qilsa. Qamlashmagan. Men qamlashtirolmasman. Keldi. Keldi. Namangdan matrabga mangmamsa? Mana, agah bo'l, sagak bo'l, qattiq nursan Yunuska. Esingda bo'lsin, biz akirpagan qo'yganlarning hammasi sening. Hammasi sening. Mening emas sening. Sening. Meni bilsa. Mening. Men. Hoy, dadam baba. Voy, baba. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqangiz? Bu yoq shu biz boya gapini qilishgan Yunus akamiz bo'ldi-ku deyman. Shunday. Bu yoq bo'lsa o'z kishiga tayinib tirish boy bo'lgan. Ammo kentimizdagi boylarning ulgisi Yunus aka bo'ladi. Yunus akam burun namrat vaqtlarda namratning dasidan titrab yo'lni aran joylab ma'alaydi. Mana partiya hukumatning dehqonlarga bergan o'zimiz qarzdan bahramand bo'lgandan keyin ayg'izimizga lig kagidek Yunus boy bo'ldi dana. Ayxon, Yunus boy. Uyingi mehmon gaz qarab tursan-ku, nemanni boshlamamsa? Bo'ldi. Yunuska. Amin. Yunuska. Bugün uyingi sen tügü suyumu çağırıp eklenmeydiğin aziz mehmondan birisi geldi. Cuma. Bu yak olsa yuqordan kentimizge hizmet düşken grupuna başlığı İbrahimcan bulur. Bu yerda boshliq puhra deydigan qilma ish emas. Yunus aka, biz shu el rayini sinash, elni moyil qilish, elga naf yetkazishdan iborat shu hukumatning yaxshi siyosatlarini o'sha kanitga yetkazish uchun tushgan xizmat guruhi. Shu qanday fikr taklifingiz bo'lsa bizga desangiz bo'ldi. Biz amal bor, hal qilishga tirishamiz. Obdan. Biz yaxshi shu. Biz qo'lim qo'shnilar bilan yaxshi. Obdan. Shu endi yaxshi ketyapmiz. Masala kelsak endi. Yaxshi, obdan ketyapmiz, obdan. Siqilib obdan ketyapmiz. Obdan. Bir çay. Yunus Bey, çayını ben koyayım. Sen paranı şey hakkını koş. Yunuska, mush anlasam siz burun namratlıkning derdini bek tatitkensiz. Bana keyin o'zingiz tirishib, o'z oldingizga egilik tiklab boyopsiz. Mush boy bo'lish tajribangizni bir so'zlab bermamsiz, Men paxtsit boyoptiman. Xo'sh. Men baxmachilik qilib boyoptiman. İş qilib onu bunu sattım. İş qilib boyoptim shu. Voy Yunuska, baxmachilik qilibdimi, paxtachilik qilibdimi deysiz?
Meni o'zingiz qilgan bo'g'itding, ha? Voy, men nangladın Allah'ım. Bo'ldi. İbrahimcan. Albatta ukam, albatta. Hammani o'zim qildim. Paxtchilik qildim, boqmachilik qildim, chilan sotdim, qon sotmadim, ish qilib hammasini qilib boqdim. Ukam, lekin bu namratchilik bor, ukam, bakamakka, jinim ukam, bakamakka. Qilib İbrahimcan. Mushu tirishgan odamning ajri faqat yer qolmaydi ekan. Mushu Yunuskan burun namrat vaqtlarida bozorga chiqib, buning qo'yini uningga, uning kalasini buningga setib, o'ttirliqdan choy pulini qajaydi, ha? Yani shunda turuqliq bir balası oliy maktabda o'qitdi. Ha? Shunda ular yezimizda ma'rifatparvar zot bo'ldi danga. Mana sharaf taqsi rasm bor Yunuskamdan. Voy, Yunuska bek yaxshi bo'pti. Aşı balangiz hozirmi oliy maktabda o'qiyotganda? Shunda, mush javr japa bizlarni kasbon deb qanday qilib bo'lsin bo'lmish balamning birisini oliy maktabda o'qitibman. Bek yaxshi qilibsiz. Yunuska, beqiyotgan mal choralaringizmi bordi, ha? Ba, ukam, ba. Amma bir inegim bor, ukam. Buni ustidan shu alamat chiqadigan bir inek bor da, hech qo'ytirgan bo'lsam, bu inekdan bir talla inekimiz bormi? Yo'q. Chiqadigan inekdan bir sili bor demakchi. Boshqasimi bor? Undaqda Yunuska, jami nech kala, nech qo'yimiz bor? 6 bitta, 7 bitta. Voy, qizlik gap qildi ekansan qo'y Yunuska. Sening ayog'ingizga qo'ygandan so'ng men nedim bilay. O'zing menga 7 kalam 25 qo'yim bor degan o'ylayapsan. 25 qo'yim 7 kalam bor ekan. Voy. Bu Yunuska siz bu mal choralaringizning sonini aniq bilmamsiz, ha? İbrahimcan, Yunuskanning bilmaydiganligi rost. Qandaqsiga? Bu mundaqcha. Mana bu bizning Yunuskam. Bay bo'lgan degan alima qulum qo'shni unutib qolgani yo'q. Bizning bu kichikida kanatda bir-birini tonimaydigan odam bo'lmagan ekan. Kimga jiddiy qo'ygan lozim bo'lsa, Yunuskamning eg'iliga kirib, puli bo'lsa so'rab chiqib ketaverdi. Kim pul topgandan keyin Yunuskamga oldirmay qaytirish oladi. Shundaq-ku Yunuska. Shundaq. Men Yunuskam ko'p dedim. Bir dab tutib qo'y. Kim sendan qo'y oldi, kim sendan kal oldi unutib qolmaysan emasmi desam. Kamuş urug' tuqqandek odamni o'tgan odamning oldida qilsak, sattirgan deb unimidim. Mana texe yaqinda men Yunuskamdan ishga qo'yilib, pulini tex o'tganni beryaptim. Shundaq qo'y Yunuska. Shundaq tuqqan. Shundaq. Yunuskamning bir tuqqunning bolasi oliy maktabga tutgan, qandaq qildi birdan ha? Qandaq qildi? Shartida chiqarib 5 ming beryapti. Voy. Yunuska bek yaxshi. Qara. Hozir bizning mushu hukumatning yez bolalar oliy maktabga o'tsa berdigan yordam o'qish pullari bor. Lekin mana siz uning qarmasdan o'zingizning oishdan chiqib qolmay yana boshqalarga yordam qilasiz. O'g'inish tigish tikishlar bor. Usta odamchi bor. Yaqin bu Yunuskam İbrahimcan men. Tova Xudoyim, tova. Tova qildim Xudoyim, tova. Bira demayotgan gapingiz bormi nima? Ukam bir gap bor-da. Voy, demamsiz. Desam bo'ladimi? Danga. Men demoqchi ukam. Ma Ahmet Katıp'dan yutunuz bir olsaydı kaçlık kıl necine ukam. Ahmet, nimanda tül yutiliversa deyman. Voy, bayatım var Yunuskamni uyib tattal chilayaptikan men posti kelgan uchoqni tushirib. İbrahimcan. Men anglagandan bir köyge ela deb Eğil ötep, Yunuskamning zadi qanchalik kalisi, qanchalik qo'yi bor, shuni bir ko'rib chiqamiz. Voy, shunda qildi, rast. Qo'ydim bir 3-4 ni so'yay ukam. Abi o'pkasizlarni qo'yib, kalla paqalchaqdan Hay, Yunuskam, qo'yni so'yg'ilonmas. Bizning vaqtimiz yo'q, İbrahimcan. Shu bomimiz bugun ko'rib qo'yib, ertaga kelib gachcha yevatamiz. Xudo qilsak bo'lmaydi. Bu ishtiga tugmaydi, qaranglar. Qanchasini kaladılan bir de soyib etmeyman. Hay, Yunuska. Kalınımı soyğılıvanmaz. İbrahimcanның işi bek aldıraş, onu ne vaqt jundan İbrahimcan? Rahmet aka, tigil oldu. Biz kirib ko'rib chiqamiz. İbrahimcan. Shundaq qil. Xo'sh. Kimning kalisi soymoqchi va yalantosh qalanda? Ne qilib ega? Pijonni kismetimichi va tas to'xtab tur. Ramane. Ahmet Katip. Ben sen degandek dedim qo'y. Osma ketdi, Qashqaladi, suv ketdi, Toshqaladi Yunus. Men xizmat ko'rib saat o'gin ketdi. Men degani sen bilman qilibmi? Hukumatdan shunday yaxshi siyosatlar bor ekan qana. Ha? Balam oliy maktabga o'tgan vaqtida
Ben iqtisodda qiynalib qoldim. Ozroq yordam qilinglar desam, bir tiyin yordam qilmadinglar. Ey, unda iş yok. Nerede unda iş var ki? Bakanğa İbrahimjon deydigan ha. Ha. O döngmeldik keliki. Qasım dükkanchining bosib berishlar-ku. Qasım dükkanchining dükkanda yağ un asanlı bekarlik shundami? Rüşkün. Ha? Ma'qul Yunus. Ma'qul. Men kenit başlığı dey. Sana yardım qildik kiroz, çoğum yardım qilamiz. Lekin bugun kishi jandirib qo'yma, ma'qulmi? Yordam qilsizlar? Yardım qilmamdigan. Alamet yardım qilma Yunus sana. Ha, sizlar yordam qilsanglar, men mi yordam qilaman? Alamet yardım qilma. Xotirjam bo'l. Yunuska. Ha. Mal çarılarını obdan bir semepsiz cuma. Shunda. Mushu kenit boshlig'imizning rahbarligida. Ha, mush Ahmet Katibning boshlamchiligida. Men kalalarimda, qo'ylarimda nayt yaxshi beqotima samirib obdan bo'lib ketdi. Rost mana Yunuskamning bugünkidek bayoşat turmuş berishda mana kenit başlig'imizning olamshumul dehsi va'da. Yakay. Yoksu. Sig'ib aytganda o'ztirishdi. O'ztirishmasa biz ming so'rgan bilan bekada. Shukratlar. Yunuska. Boyam bir gapni neçi balan badınız? 2 bolam bor. Birisi hozir oliy maktabda, yana birisi bog'da ko'rgan kichik shu asha. Ha. Nayt yaxshi beqotima samirib obdan bo'lib ketdi. Rost mana Yunuskamning bugünkidek bayoşat turmuş berishda mana kenit başlig'imizning olamshumul dehsi va'da. Yakay. Yoksu. Sig'ib aytganda o'ztirishdi. O'ztirishmasa biz ming so'rgan bilan bekada. Shukratlar. Yunuska. Boyam bir gapni neçi balan badınız? 2 bolam bor. Birisi hozir oliy maktabda, yana birisi bog'da ko'rgan kichik shu asha. Ha. Sig'inning vaqti yiqilib qoldi. Qaytamda. Oy, Aras. Yunuska. Bizninki kenet açılğa yığınımız attı. Şuna ben qaytay. Oy. Qanday işiniz olsa, men kent ishxonasida 24 soat bor. Meni izlasangiz bo'ladi. Ya, manda kelsangiz Ha, bo'lmaydi. ya. Manda kelsangiz bo'lmaydi. Men Yunuska biz seni kelimiz, biz seni Men Ahmet Katib, senim izlab boraman, ha? Ba Yunuska ba. Men kenitni bag'o. Dada qildi. Ha. Qildi. Dada. Ne bo'ldi? Vaqama. O'tmayman ba. Ne bo'ldi? Ha, ne bo'ldi? Ha? Nima? Yunuska ne oldu deme? Yunuska. Yunuska boya ma kilan ne oldu? Yunuska. Bize kirmegen kanala başlig'ini öldürüp qo'ydi. Meni soktu. Ha ya. Ben Yunuskamning enigi mozaylabgan xo'shalliqni besqayib ketibdi. Yunuska muborak olsun. Onun enigi bo'g'az emasda qilib. Madaga. Bay biz ko'rgan kalla siymas o'g'ashqa bilinmagan gap. Yunuska, sen mozaylarni juyib tarib ol. Mene ver. To'xtanglar bu. To'xtirxon qapamsa qanday oldu deyman. Kilinglar. Buninglar. Yunuska, kilinglar. Siz bilmaysiz qarang. To'g'ri deyman. Yunuskam hayajonlanib mushtab qoldi deyman. Birdan o'xshib qoldi. Ahmet qilsan. Ahmet kalanni ko'lam, men qanday qilaman? Ey, seni kalangni nima bildirib qo'ydi bu? Ha? Voy, Muştan çakçaklarımız var Yunuskam bilen. Mağıl. İbrahim Cafkan, meni tejitçiliği sigim qanmidi, sigaydigan gapim bor. Nima bo'ldi Yunuska dana? Nima oldu? Yunuskam, men qo'tandik qo'ykalning hammasi mening emas. Hammasi kimning? Ahmet bilan telib oldiniki. Akşam o'tlasam Ahmet bilan telib oldi kiribdi. Yuqordan bosh keladi, tekshirish o'miga seni boy dehqon deb tanishtiraman. Agar massajmisan sen jazolansan deb xotinimga 25 qo'y bilan 6 kalni solab qo'ygandi. 6 kalisi mening enigimni usib o'tib qo'yibdi. Voy kala. Ali maktabga bolani qanday o'qitim bukanman, shu bir kalning usti bilan jinimiz joyida o'tsak. Voy kala.
Mana Yunus kam degan kentimizning atoqli xalq qiziqchisida chaq-chaq qilyapti Yunus kam chaq-chaq. Ağzını yübe! Sizler dihallani muşta bayqı yutibsizlar da, ha? Shu. Voy, yo'q. Mana. Sizlarga o'xshash muşta bir turkum kadrlar hukumatning sha'niga dog' tekkizotlar. İbrahimcan. Bizog'i mandashning yuz berishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Yunuska, bugundan boshlab Xotandagi mal chorvalarning hammasi sizning. Agar kimiki sizga bir nima deydigan, men ishxonada 24 soat bor. Meni izlasangiz bo'ldi. Ha, bayan yığın qaldıraq atыңlarғы. Жүріңіз әмді yığın açın. Ay, kentasi beni salam. Salam. Yunus. Vay kalam. Vay kalam. İnekten qanday qilma? Bana bırak inekli kim biteylim ha? Maqil.